berayotgan savol bo'lmadi. Sog'lig'imiz bor, yakka tadbirkorligimiz bor. Ishchilarim 20 ta ishchini ish bilan ta'minlab qo'yganman. Boquvchini yo'qotganimiz ham bor, nogironimiz ham bor. Mana shu qishloq ayollarning hammasini men ish bilan ta'minlab qo'ygandim. Yaxshi ishlashayotganda hech qaysi norozi bo'lishgan yo'q. Bilmagan holatda kelishdi, buzishdi. Somsamiz ham tandir ichida qoldi. Ishchilarimiz ham mana ishsiz qolishdi. Bilmasak endi nima buzishgan. Lekin bizga hech kim kelib tushuntirgani yo'q. Buzamiz, mana shunaqa deb gapirishgan yo'q. Dokumentimiz Xudoga shukr joyida. Aholiga damasmiz, yo bo'lmasa malga nima zavodlarga yaqin joyda ham emasmiz. Biz o'rtada, shu qishloq o'rtasida joylashgan joydamiz. Nimani yo'l bo'yida ekanmiz, yo'l probka qilib qo'yayotgan ekanmiz, shuning uchun buzishdi. Endi shuni deb bahona, qaysi birini gapiga tushunishni bilmayman. 3 kundan beri cho'zg'ila u yoqqa tortib, bu yoqqa tortib, ish faoliyatimizni to'xtatib qo'yishdi. Nima bo'lganini lekin o'zimiz ham bilmayapmiz. Mana hozir hokimiyatga bordik, hokimiyatdan ham yaxshi naqa olmasdan qaytdik.